Assalomu alaykum. Ko'plab maqtovlar olishimga sababchi bo'lgan turkcha izmir koftasini bugun sizlar bilan birgalikda tayyorlaymiz. Ishoning, bu siz bilgan oddiy kotlet emas. Demak, birinchi bo'lib bir dona piyozimizni chopperda maydalab olamiz. Ketidan go'sht solib, qiyma holiga keltiramiz. Xohlasangiz tayyor qiymadan foydalansangiz ham bo'ladi. Maydalangan non talqoni, o'simlik yog'i, quritilgan rayhon, kashnich urug'i, chesnochniy priprava hamda tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Shu joyida kichkinagina sirni ochaman. Koftayim ochilib ketmasin va sochni bo'lib chiqsin desangiz, qo'lingiz bilan urib yaxshilab pishitib oling. Qiymamizga kofta shaklini beramiz va endi navbat sabzavotlarga. Kartoshkamizni videoda ko'rsatilgandek ingichkaroq qilib to'g'rab olamiz. Bulg'or qalampirini ham xuddi shu shaklda kesib olish kerak. Ana endi qizigan yog'ga avval kartoshkalarimizni, keyin esa koftalarimizni solib nomiga qizartirib olamiz. Keyin esa issiqqa chidamli idishimizga chiroyli qilib terib olamiz. Bir stakan suvga ideal tomat pastasidan bir qoshiq solib, yaxshilab aralashtirib, kofta ustidan quyamiz va duxovka pechiga pishirishga jo'natamiz. Ushbu tomat pastasi bilan ishlaganda shakar solishga hojat yo'q. Uzog'i 20 daqiqada mazali koftayimiz tayyor bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.